Bugun siz bilan Makkadagi o'sha mashhur Elaf Bakka mehmonxonasini barcha qulayliklarini ko'rib chiqamiz. Kirish qismidan boshlaylik. Mehmonxonaga kirganingizda sizni iliq kutib oladigan resepsyon mavjud. Bu yerda hamma narsa tartibli va qulay. Sizni mehmonxonada dam olish uchun barcha sharoitlar kutadi. Resepsyon bo'limidagi mehmonlar o'tirishi uchun juda ham katta joy ajratilgan. Mehmonxonada liftlar juda ham ko'p. Bu esa xonaga tez va oson yetib borishga yordam beradi. Bu mehmonxona masjidi. U juda keng va ozoda. Ibodat qilish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bu esa mehmonxonamiz oshxonasi. Bu yerga kirganingizda xuddi o'zingizni qimmat restoranda o'tirgandek his qilasiz. Hamma narsa tartibli, toza va qulay. Ovqatlanish va dam olish uchun mukammal muhim yaratilgan. Endi xonaga o'tamiz. Xonalar ayniqsa toza va ozoda. Shaxsiy sanuzel, sochiqlar va sovunlar har kuni yangilanadi. Xonada televizor, choy ichishga sharoit, choyshablar mavjud. Komfort izlovchilar uchun xolodilnik, kiyim uchun shkaf, dazmol va hattoki seyf ham bor. Ya'ni barcha zarur sharoitlar hisobga olingan.